Assalomu alaykum, reklama kanali obunachilari. Yine yo'l katib laminat yapıştırış kerak. Buni yapıştırışı birinci aytishim internetten qaradim bir tushunib aytib bilmadimdan buni. Başında yomon qiyin bo'ldi yapıştırışı boshlash. Bir boshlab olsangiz lavoni yugurib ketaveradi ekan buni. Qiyin ish emas ekan bu option. Yine kilay ishlatib raschoska bilan surtib chiqib yapıştırib boraverasizlar. Tak, bunda ikki xil ne bo'ladi. Bukva B latincha. I A bo'ladi. İşi A bilan buni yanglishtirib bermang, yapıştirish kerak bo'ladi. Bunda asosiy. Tak. İberi ağzı bizara. Tak. Gelin durgan zamok nasıl giysemiz bunu. Tak, şunu basamız. İberayında bu giysemiz. Tarotçu gitar şimdi. İberam bu. Tak. Kilayı sürtemiz. Bu yo'l katadigan laminat yapıştırış yo'l katib. Başta et ko'rmagan odam adım qiyin tuyuladi ekan. Lekin bir boshlab olsangizlar bu yoqqa yugurib ketaveradi. Chotki ish. Stikini basasiz. Bunu urasiz. Tayyor. Yo'lkamiz. Yani dalşı çıkıp ketaveradi. Bu yerda parok bo'lmaydi. Chunki bu kilaya yapışıp turgani sababli ko'tarilib qolmaydi-da bu. Ishlatib dalshi ketaveradi. Koridorlarga chiqib yana bunday xonalar ham kirib ketaveradi polностью. Bu denamiz plitalar yapıştırıp samuzellarni bitirib qo'yibmiz. Bu yerda tualeti. Bellerim bitken. Tolka laminatımız kalıp turibdi. Patologini natijnoyi firmaga olib ketadi, eshiklarni o'rnatadilar. Shu bilan stenalarga bitin dekorativga uramiz. Bularni laminatni bitirib olish kerak. Вот, yo'lga yapıştırış kerak bo'ladigan bo'lsa kilaya, vobshim qo'rqmang, bemalol bosib bersangizlar bo'ladi ekan.